Cuma namozidan keyingi ajoyib savol. Cuma namozidan endi salom berishim edi. Sol tarafimdagi bir kishi menga salom qildi. Ham mendan tuyuqsizla mening sizga o'tab bergudek biror hojatingiz bormi deb so'radi. Men hayronlikda tangirqab, "Yo'q, rahmat sizga tag'a" dedim. U kishi kulimsirab qo'yib sol tarafiga burilib qaradi. Qarmoqqa sol tarafidagi u kishi bir tozliq ishchisi edi. Hamda uningga salom berib, menga deganga o'xshash "Mening sizga o'tab bergudek biror hojatingiz bormi?" dedi. Bu gapni anglagan tozliq ishchisining chiroyi villida qizarib ketdi. Shuning bilan yenimdagi bu odam darhol yanchoqidan pul olib uning qo'liga tutqizdi. Bu tuyuqsiz kelgan marhamatdan suyungan haliqi tozliq ishchisi butun vujudi bilan rahmat aytib duo qilishga boshladi. Men bu voqealarga guvohchi bo'lib turgan bo'lg'ach, uning kimligini bilgim kelib uningdan "Siz kim bo'lasiz?" deb so'radim. U javob berib, "Men universitetning professori" dedi. Men uningdan "Nimishqa bunday qilasiz?" deb so'radim. U menga javob berib, "Chunki menmi faqat mushunda xayrli savol sababli universitetning professori bo'lgan" dedi. Mening chiroyimda bir muncha savol belgilari paydo bo'lg'achqami, u so'zini davom etib mundoq dedi. Men o'qiyotgan universitetga yaqin bir masjidda namoz o'qidim. U kunisi dadamning o'limi sababli bo'lsa kerak, yuzimda g'am qayg'ular chaqnab, qaddim qattiq egilgan edi. Chunki dadam uyning chiqimini qiladigan birdan-bir kishi edi. Mana ko'zni yumib ochqicha meningla emas, bir butun uyning mas'uliyati beshimga kelgan edi. Qarong'u kelajakdan beshimni ko'tarolmagan shu asnoda yenimda namoz o'qiyotgan bir kishi yaqinlab kelib, ortiqcha gap qilmayli mendan. "O'g'lim, sening biror ehtiyojing bormi?" deb so'radi. Men uning chiroyiga qarab yaxshilik his qildim va xijillik bilan "Universitetning o'qish pulini to'lab o'qishimni davom qilg'im bor edi, lekin" dedim. U javob berib, "Chatoq yo'q. Pul topshiradigan o'rin va ismini aniq yozib bergan. Qolganini avval Allohga, andin menga topshirgan. O'qish bitirguncha barliq o'qish xarajating inshaalloh menga hisob" dedi. Bu yerda ko'zlarim yoshqa to'lib, o'zimni tutolmay yig'lamsirab, "Men bu yaxshiligingizni sizga qanday qaytaraman?" deb so'radim. U menga javob berib, "Sen o'qish bitirgandan keyin ishlab pul topganda, sen bilan birga namoz o'qigan yeningdagi kishidan o'xshashla mening sizga o'tab bergudek biror hojatingiz bormi?" degan savolni so'ragan. Agar uning ehtiyoji borligini bilsang, imkoniyatingga qarata yordam qilgan. Shu sening menga qaytargan yaxshiliging bo'ladi dedi. Darvaqa u tag'am o'qish bitirguncha o'qish pulini to'lab berdi. Menmi universitetning o'qituvchisi bo'lib ishladim. Allohga shukrlar bo'lsin. Men har yilning oxirida uni yo'qlab o'qish natijamni ko'rsatib turdim. Ham o'qish bitirgandan keyin u olamdan o'tganga qadar xizmatimdagi utuqlarim to'g'risidagi yangi xabarlarni uning bilan o'rtoqlashdim. Menmi uningga bergan va'damni toki Alloh jinimni olgan qadar o'tayman dedi. Shunda qarindoshlarim, ko'ngildan chiqarib qolgan yaxshilik hargiz zoya bo'lib ketmaydi. Bizni qaysi yaxshiligimiz jannatga akiradi, uni biz bilmaymiz. Qo'limizdan kelishicha oz bo'lsa-mu xayrli ishlarni qilib turaylik. Uningsizmi bu o'tni olam balkim kunlarning birida o'zimizga yanib qolar. Bu dunyoda yanmasa, u dunyoda yanar inshaalloh. Facebook betidagi Qarqash o'g'li sahifasidan olindi.